Hozir siz tasvirlarda ko'rayotganingiz tanasi bir-biriga yopishgan Siam egizaklaridir. Bu holat dunyo tibbiyotida kamdan-kam uchraydi. Aynan respublikamiz hududida ham Siam egizaklari dunyoga keldi va darhol o'zbek shifokorlari tomonidan Siam egizaklari noyob operatsiya orqali ajratib olindi. Gap shundaki, Chirchiq shahrida joylashgan Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent viloyati filialida noyob operatsiya o'tkazildi. Homiladorlikning 33-34 haftasida kesarcha kesish yo'li bilan muddatidan avval dunyoga kelgan Siam egizaklari tug'ruqdan 9 soat o'tib, shoshilinch ravishda, ustiga ustak mahalliy sharoitda o'ta murakkab amaliyot orqali ajratib olindi. Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan noyob operatsiya jarayonlarida ishtirok etgan mutaxassislar sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. 5 soat davom etgan yuqori texnologik operatsiya Respublika perinatal markazi qoshidagi neonatal xirurgiya markazi rahbari, tibbiyot fanlari doktori professor Baxtiyor Ergashev boshchiligidagi bir guruh malakali mutaxassislar tomonidan bajarildi. Shu kabi noyob jarrohlik amaliyotlarining o'tkazilishi yurtimizda tibbiyot sohasini yanada rivojlanayotganligidan darak beradi. Ahvoli yaxshilangan jajji bemorlar hamda ularning onasiga kechaning o'zida shifoxonadan uylariga ruxsat berildi. Biz chaqaloqlarga uzoq umr tilaymiz.